Assalomu alaykum. Biz hozir Toshkent xalqaro aeroportidamiz. Уже check-in qildik. Endi shunaqa горячий shokolad oldik 20 ming ekan. И shunaqa snack 5 ming. Tak, endi kutyapmiz. Mana bizning reysimiz soat 4 da uchadi. Fly Dubayda uchyapmiz. Biz hozir Toshkent aeroportining duty freesiga kirdik. Kichkina lekin hamma narsa bor. Bu shokoladlar aylanib chiqsa bo'ladi. Bu kiyimlar ham bor ekan. Bu suvenirlar. Hammasi yevroda yozilgan. Доха. Пассажиров просим пройти к выходу номер B1. Уважаемые пассажиры. Bunaqa juda ham kichkina emas ekan, bu yerda ham bor ekan. Men birinchi marta kelganim uchun faqat bu yerni ko'ribman. Anchagina katta ekan. Mana biz hozir atirlarni отделiga o'tdik. Har xil atirlar. Конечно же, testerlari bilan. Kosmetikalarni ham hammasi testerlari bilan. Uzr. Hammasi yevroda yozilgan ekan bu yerda. Narxlar yevroda. Clarins, hamma mashhur brendlar. Mana hamma narsa bor ekan. Maza qilib aylanib yursa bo'lar ekan. Kafe, shkola, bo'ta shirinliklar, apteka даже bor ekan. O ana, orsalar bor ekan. Hamma narsa. Bizga tanlov berishdi. Bitta ovqat, ikkita shirinlik deyishdi. Yoki ikkita ovqat, ikkita shirinlik. Biz bitta bunaqa oldik. Bizani mana gostinitsamiz metroning oldida. Mana metro bo'lsa, mana bu yerda gostinitsamiz. Juda ham udobli lokatsiya. Metroda hamma joyga borish juda ham qulay. Chunki taksi juda ham qimmat. Metro juda ham qulay. Biz hozir Emirates Mallga keldik. Biz turgan gostinitsadan bitta ostanovka ekan, metroda shu yerga keldik. Mana juda ham katta mall. Hammasini aylanib olmaymiz, lekin aylanishga harakat qilamiz. Mana Emirates Mallda juda ham katta. Hamma narsa. Mana klubnikalar 13 dirham. 10 dirham bu где-то 36 ming bo'ladi. Demak 13 dirham 40 mingdan oshadi. Mana shu 40 mingdan oshar ekan. Bu 8 dirham 9 ekan. Mana gilos 10 dirham. O'zbekistonda hozir 400 mingmi 500 ming-ku. Mana вообще zo'r. Juda ham zo'r ekan. Hamma narsa bor. Mana bizning mehmonxonamiz oldidagi metroga chiqib, hozir Dubai Mallga bormoqchimiz. Havo juda ham yaxshi. Issiq emas, sovuq emas. Mana biz turgan otel MG Hotel oldida metro. Mana biz hozir Burj Khalifaga peshkom ketyapmiz. Mana o'sha mashhur zdaniyalar, bu yerda kafe, shkolar juda ham chiroyli.